Mazkur sondagi sizlar bilan ko'radigan loyihamiz aksariyat mijozlarimizga yoqishi aniq. Buning sababi uy egalariga juda katta qulaylik yaratilgan bu loyihamizda va qo'shimchasiga loyihamiz anchagina ixcham, hamyonbop va ixchamgina yerga bemalol joylashadi. Endi esa loyihamizni o'zini tushuntirib o'tamiz. Umumiy kattalik ko'cha tomondan 12,5 metrni tashkil qiladi. Uchastkamiz uzunligi esa 35 metrdan iborat. Mana shu 35 metrning ichiga ko'cha tomonda qolgan 2 metr maydon ham kiradi va loyihamiz o'z ichiga bitta mehmonxona, ikkita bolalar yotoqxonasi, bitta ota-onalar yotoqxonasi, alohida katta hol, bu holimiz o'z ichiga kattagina dam olish zonasi hamda oshxonani oladi. Qo'shimchasiga esa 3 ta sanuzel ichkarida, bitta sanuzel tashqarida va bitta alohida isitish xonasi ham qoldirib ketilgan, ya'ni kotyolniy komnatamiz. Endi esa do'stlar loyihaga qaytamiz. Xuddi mana shu joyda bir narsani eslatib o'tamiz. Kanalimiz rivoji uchun hamda mehnatimizni ozgina qadrlagan holatda video ostida birdan like qoldirishni unutmaymiz. Fikr, mulohazalarini albatta kommentariyada kutib qolaman. Agarda bizni faoliyatimiz bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tishni tavsiya qilamiz. Uning ustiga Instagram kanalimizni ham yuritamiz. Instagram va Telegram kanalimiz ssilkalari esa video ostida описаниеda qoldirib ketilgan. Agarda siz mana shu loyihamizni jon dildan sevib, bu loyihamizni qurmoqchi bo'lsangiz, loyihamizning to'liq o'lchamlari ketadigan rasxod mahsulotlarining jadvali bizda mavjud. Buning uchun esa yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Biz esa boshlaymiz. Albatta do'stlar, aytib o'tganimizdek, nonni ham boshidan yeyish kerak, albatta loyihani ham boshidan tushuntirishni boshlash kerak. Uyimizning ko'cha tarafi 12,5 metrni tashkil qiladi. Qo'shimchasiga esa 2 metr orqa tarafda yashil zona uchun qoldirib ketilgan. Xuddi mana shu joyda bitta eslatmani aytib o'tishimiz zarur. Ya'ni agarda sizda joy yetarli bo'lsa, mana shunday ko'cha tomondan hech bo'lmaganda 1,5 metr joy qoldirib ketsak, ya'ni ko'cha tomonimizga biz darvozaxonamizdan naves chiqarib ketsak ham, bu qizil chiziqdan chiqmagan holatda bo'lganligi uchun qo'shimcha soliq to'lashdan ozod bo'lamiz va mana shu biz tashlagan joyga bemalol chiroyli qilib uyimizga ko'rk beradigan qilib yashil zona tashkil qilib qo'ysak bo'ladi va buning ustiga mana shu yashil zonamizga bemalol kanalizatsiya uchun demak yamalarni ham qoldirib o'tsak juda ham yaxshi bo'ladi va eng asosiysi, agarda navesingiz qizil chiziqni ichida bo'lsa, sizni yon atrofdagi qo'shnilarga va aholiga hech qanday ziyon keltirmaydi, aksincha manfaatli bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, uyimizga kirish darvozasi chap qo'lda qoldirib ketilgan. Darvozaxonaning yonboshida esa bitta alohida mehmonxona hamda sanuzelimiz ham mavjud. Darvozaxonamizdan ichkariga kiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, darvozaxonamiz uyni to'g'risi bilan to'xtab qolmagan, qo'shimcha to'g'riga qarab davom ettirib qo'yilgan. Buning sababi esa, agarda mashinani qo'yadigan bo'lsak, bu yerda zina ham borligi hisobiga odam o'tishga qiynalib qolishligi mumkin. Shuning uchun navesimizni oldinroqqa surganmizki, bemalol mashinani qo'ygandan so'ng kirgan odam o'ng qo'lga burilib mehmonxonaga kirishligi uchun. Zinalarimiz balandligini ham ko'rib turibsiz. Bizda umumiy holatda hozir 4 ta pog'ona mavjud. Bu degani 60 santimetr balandlikka ega mana shu uyimizga kirish, demak eng yuqori nuqtasi. Eshigimizdan ichkariga kiradigan bo'lsak, albatta o'ng qo'lga kirdik. Bu yerda bizning mehmonxonamiz qoldirib ketilgan. Mehmonxonamizning derazalari uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan. Va bu mehmonxonamizning umumiy kattaligi kvadratlarda aytadigan bo'lsak, 26 metr kvadratni tashkil qiladi do'stlar. Va bu yerda guvohi bo'layotganlaringizdek uyimizning to'g'risidan bitta kichkinagina eshik tashlab ketganmiz. Buning sababi esa quyidagicha. Masalan, uyga mehmon keldi deylik. Agarda siz mana shu mehmonlarimizni, har xil mehmon kelishi mumkin, ozgina notanishroq odamlar kelishi mumkin. Ko'ngil sig'ib uyga kirgizishingiz mumkin. Ko'pchilik o'sha kelgan mehmonni, ayniqsa u chetdan kelgan mehmon bo'lsa, uyni oldiga nazari tushishini xohlamaydi. Shuning uchun bu mijozimiz ham shunday sharoit qilaylikki, uyga kelgan mehmon hojatxona yoki tahoratxonaga o'tish uchun ham uyni oldiga o'tmasin dedi.
Shuning uchun mana shu joyda bitta eshik qoldirib ketdikki, agarda xohlasa, mana shu eshigimizni o'zidan chiqib, yonboshda tahoratxona hamda hojatxona bor, bemalol kirishligi mumkin, uyni oldiga o'tmasdan. Shuning uchun mana shu eshigimiz qoldirib ketilgan. Eshigimizdan chiqqanimizdan so'ng aytganimizdek sanuzilimiz joylashtirib o'tilgan. Bu haqda esa keyinroq to'xtalamiz. Endi mehmonxonamizdan qaytib yana navisimizga chiqamiz. Navisimizni aytdik, to'g'riga davom etganligini. Uyimizning landshaftniy zonasiga esa o'zingiz baho berishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlab qo'ydik. Darvoqe aytib o'tamiz, bu uyimiz rayta uslubida qilingan bo'lib, xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Uyimizning tashqi dizayni haqida fikr-mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Va shu o'rinda bir narsani aytib o'tamiz. Uyimizning ichki interyer dizayni shuncha bo'lish uchun qilib o'tilgan. Lekin biz bundan 10 barobar yaxshiroq interyer dizaynlarni qila olamiz. Agarda bizni interyer dizayn xizmatlarimiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy lichkamizga yozishingiz mumkin. Lekin bu loyihalarni hammasini shuncha bo'lish uchun to'ldirgan bo'lsak-da, siz aziz muxlislarga yanada loyihamiz jozibaliroq ko'rish uchun va ko'rayotganda mazza qilishlaringiz uchun chiroyli qilib shogirdlarimiz tomonidan anchagina vaqt ketib to'ldirib ketilgan. Shuning uchun do'stlar, bizni mehnatimizga eng yaxshi javobingiz shunchaki kommentariyada izoh qoldiring yoki bir dondan like bosing. Endi esa mana shu boya aytib o'tgan sanuzilimizga to'xtalamiz. Ya'ni uyimizda mehmonxonasining orqa tarafida joylashgan sanuzilimiz. Sanuzilimiz ikkita ichma-ich xonadan iborat. Birinchi kirganda mana shu joyga bemalol tahoratxonani joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Bundan keyin esa bu yerga hojatxonani joylashtirib ketsak yana ham yaxshi bo'ladi. To'g'rida esa bizni asosiy uyimiz qoldirib ketilgan. Asosiy uyimizning o'lchami esa fasad qismi 10 metr 60 santimetrni tashkil qilsa, eniga esa 12 metrdan iborat. Asosiy uyimizning navis qismining umumiy kattaligi 28 metr kvadratni tashkil qiladi. Holimizning umumiy kvadrati esa 26 metr kvadratdan iborat. Yotoqxonalarimiz esa 14 metr kvadratdan 16 metr kvadratgacha, sanuzillarimiz esa 2,2 metr kvadratdan 4,6 metr kvadratgacha kattalikka ega. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib qo'ydik. Navisimizning chap tarafida esa oilaviy mazza qilib o'tirish uchun mana shunday stol qo'yib qo'yilgan. Bunga qo'shimcha ravishda esa mana shu o'ng tarafga bitta tebranuvchi stolni yoki mana shu navisimizni oldida turgan belanchakni ham qo'ysak bo'laveradi. Har kim o'zini holatidan va xohishidan kelib chiqqan holatda. Uyimizning old tarafda umumiy ko'rinishi bu. Old tarafda panoramli katta oynalar va o'rtada 1,5 tabaqali kirish eshigi. Ichkariga kirganimizdan so'ng esa bu yerda holimiz joylashtirib o'tilgan. Holimiz shunchalar katta va kengki, o'ng tarafida mazza qilib, masalan, o'tirib kitob mutolaa qilsangiz bo'ladi. Chap tarafida esa oshxona qismi ham qoldirib ketilgan. Oshxonamizning oldida ham bemalol choy ichsangiz bo'ladi va buning ustiga oshxona mebellarining oldida esa yana bitta alohida eshik qoldirib ketilganki, bu eshigimiz bizni isitish tizimiga tegishli bo'lgan xonamizniki. Endi esa to'g'riga qarab yuramiz. To'g'riga yurganimizda o'ng qo'ldan albatta boshlaymiz. O'ng qo'limizdagi birinchi xonamiz bizni bolalar yotoqxonasiga olib kiradi. Buni xohlasangiz o'g'il bolalar, xohlasangiz qiz bolalar yotoqxonasi sifatida qoldirishingiz mumkin. Uyimizning yon tarafida orqa tarafga o'tish uchun yo'lak qoldirilganligi sababli bemalol derazamizni yon tarafga mo'ljallab qo'yaverdik. Bundan keyingi xonamiz esa bizni yana bitta bolalar yotoqxonasi sari yetaklaydi. Bu yotoqxonamizning derazasi esa uyimizning orqa tarafiga qaratib ketilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Do'stlar, eslatib o'tamiz, uyimizning demakki devori gazoblokdan tikka qilib ketilgan va uyimizning o'lchamlari ham shunga mos ravishda qilib ketilgan. Va chap tarafdagi birinchi xonamiz bizni sanuzilimiz hisoblanadi. Bu sanuzilimizni orqa tarafida esa katyolimiz mavjud. Sanuzilimiz dush desak to'g'riroq bo'ladi. Buning sababi esa unitazimiz bu yerda yo'q.
aksincha qilib, hojatxonamizni alohida qilib mana shu dushimizning yoniga joylashtirib ketganmiz. Bu yerda albatta ko'rib turganlaringizdek hojatxona qismi qoldirib ketilgan azizlar. Va eng so'nggi xonamiz esa mana shu hojatxonamizning yon tarafida bo'lib, bu bizning ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonamiz hisoblanadi. Ota-onalar yotoqxonasining derazalari uyimizning orqa tarafiga qaratib o'tilgan va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega do'stlar va bu yotoqxonaning ichida o'zining alohida sanuzeli ham mavjud. Dush desak, buni ham to'g'riroq bo'ladi. Kichikroq qilib bo'lsa-da, bitta dush tashlab ketganmiz. Albatta bu zamon talabi, ya'ni dush bo'lsa alohida nur ustiga alo nur. Menimcha hech kimga ziyon qilmasa kerak. Uyimizning orqa tarafiga o'tib ketish uchun esa bu yerda alohida eshikni ham esdan chiqarmaganmiz. Ya'ni bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri uyimizning orqa tarafiga o'tsak ham bo'ladi. Agarda xohlasangiz mana shu burchakka mangal tashkil qilib, bitta barbekyu zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har kim o'zini xohishidan kelib chiqib tanlasa, menimcha yaxshi bo'ladi. Uyimizning yon tarafida ham qo'shimchasiga mana shunday chiroyli qilib yashillik barpo qilib qo'yganmiz. Azizlar, bugungi loyihamizni iloji boricha yurakka yetadigan bo'lib, demak, obzor qilishga harakat qildik. Loyihamizni obzor qilayotganda qandaydir xato va kamchiliklar yoki o'lchamlarni aytayotganda ozgina adashmovchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Har holda biz ham oddiy insonmiz, xato qilishga haqlimiz. Sizlar bilan har doimgidek Quruvchi.uz kanaldan Kamina Mehroj bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi loyihalarimizda albatta g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Agarda bizni to'g'ridan-to'g'ri ko'rmoqchi bo'lsangiz, loyiha chizib berish xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin va buning natijasida sizga ham mana shunday ko'rkam loyihalarni nafaqat chizib berishimiz mumkin, mana shunday chiroyli qilib obzor ham qilib berishimiz mumkin. Xullas kalom, sog' bo'ling, salomat bo'ling.